Bugungi videoda men Minecraftning har xil lifehacklarni sinab ko'raman. Sizlar bo'lsa video boshlanishidan oldin like va obuna bosib qolishni iltimos. Xo'sh, bizning birinchi lifehackimiz slime block va ya'ni ana bu yashil batutga o'xshaydigan shu mana bu yashil xullas asal blok bilan slime blokni farqini ko'ramiz. Mana do'stlar, slime blok ustiga chiqsanglar u sakraydi, lekin nimani ustiga chiqsanglar asal blokni yopishib oladi va slime blokka sizlar o'q otsanglar u orasidan o'tmaydi, ya'ni unga yopishib qoladi. Lekin asal blokni orasidan o'q otsanglar u o'tib ketishi mumkin yoki ichiga tiqilib qolishi mumkin deganim. Yo'q do'stlar, ichiga tiqilib qolishi 0.01% ga teng bo'lishi ham mumkin do'stlar. Voy, bunga ko'proq harakat qilish kerak. Men rekord urdim do'stlar. Men shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni so'raymiz. Aytgancha bu amal, bunga rioya qilishinglar shart. Keyin hamma yoq yaxshi bo'lib ketadi. Birinchisida o'xshamadi yaxshi, ikkinchisida ham o'xshamadi do'stlar, lekin harakat ko'proq qilarsanglar o'xshash ham mumkin. Xo'sh, mana keyingi bo'lmasam lifehackga o'tishni boshlaymiz. 1 2 3. Keyingi lifehackimiz do'stlar Anvil TNT bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, TNT ni qo'ysanglar, qo'yamiz yo, to'xtanglar do'stlar, bitta qo'yadi hozir, bitta, hamma yoq rasvo bo'ladi. TNT ni qo'yib turib, ustiga Anvilni qo'ysanglar, yo to'xta, portlama, yo. Nimaga portladi? Mana TNT ni qo'yib turib, endi ustiga Anvil qo'ysanglar, keyin bu to'ntarlaydi va hech qanday jon olmaydi. Voyo, jon oldi-yu. Nimaga jon oldi bu? Bu nimaga jon oldi do'stlar? Bu jon olmash kerak, lekin bu. Do'stlar, umuman jon olmash kerak. Bu lifehackni xato bo'lgan yo men xato qilyapman. Do'stlar, hozir yana qaytadan urinib ko'ramiz. Mana hozir teskari qilib ko'raylikchi. Animalni ustiga TNT ni qo'yamiz va mana menimcha bunisi xo'sh, qanday? Voy, men toshni lifehackni noto'g'ri qilganman do'stlar yoki o'xshamagan. Tezroq men. Yo do'stlar. Ay, yonyapman. Voy, o't ketdi. O't ketmay o'la. Yo, o'ch. Mana do'stlar, bu nimagadir g'alati, noto'g'ri chiqyapti. Hozir do'stlar qaytadan tekshirib ko'raman. Mana yana TNT ustiga qo'yamiz. Lekin do'stlar, o'xshash shart. Mana o'xshadi do'stlar. Hech qayt portlamani ko'rdinglar mana do'stlar. O'xshadi. Mana do'stlar, birinchi alomat boshida hech qayt portlamashi kerak va endi buni teskari qilib ko'ramiz do'stlar. Mana qarab turinglar do'stlar, meni portlamay. Bu Minecraft men ustimdan kulyapti. Do'stlar, hozir to'xtanglar, qaytadan qilib ko'raman. Mana. Endi o'xshash kerak do'stlar. Endi o'xshash kerak. Bo'lmasam biz yana qaytadan qilib ko'ramiz do'stlar. Hozir yana qaytadan qilib ko'ramiz, lekin men o'xshash shart etdi, lekin do'stlar, mayli. Keyingi do'stlar lifehackga o'tdik. Keyingi lifehackimiz creeper va toshdan iborat bo'ladi. Agar siz creeperni oldiga kelsangiz, keyin uni oldiga bitta blok qo'ysangiz, iloboy u portlaganda siz yarimta joningizni oladi. Mana do'stlar, hozir mana tosh qo'ysam mana portladi, lekin yarimta jondan oladi do'stlar. Bu xohlagan mana do'stlar, xohlagan blokka ishlaydi. Mana bu yerga masalan ko'pgina creeperlar qo'yamiz. Masalan, yo, to'xta. Spirim cho'kib ketdim. Mana do'stlar, keyin mana shu lifehackimiz o'xshadi, lekin 3-lifehackimiz nimagadir do'stlar o'xshamadi. Ya'ni ikkinchi demoqchi edim, uzr. Ikkinchi lifehackimiz o'xshamadi. Lekin nega o'xshamadi? Nega do'stlar? Va do'stlar, hammangizni video oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta like bosib obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Va obunachilar, mening Telegram kanalimga obuna bo'lishni ham yoddan chiqarmasimiz kerak. Bu Telegram kanalim endi 43 ta obunachi bo'ldi. Yana 7 ta obunachi bo'lsa 50 ta obunachi bo'ladi. Bu kanalimda kartalar, modlar va musiqalar ham tashlanadi. Kanal silkasi opsioniyada bo'ladi. Obuna bo'lib